Avvalambor assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana yana yangi trek chiqarmoqchimiz inshaalloh yaqinda. Do'stlarimiz haqida, do'st haqida. Mana marhamat. Yoshligimdan birga o'ynab katta bo'lgan do'stlarim, sizga qo'shiq aytgim keldi. Eshitting bu so'zlarim, og'ir yengil kunimda ham hamroh turgan do'stlarim, xiyonatli do'stlarim, qiyomatli do'stlarim, boshga og'ir kun tushganda doim yonimda bo'ldingiz. Omad yuzim burganida ibodatga buyurdingiz. Do'stim biz bormiz-ku deya doim duoda bo'ldingiz. Allohni eslatdingiz, ibodat o'rgatdingiz. Qiyomatli do'stlarim, diyonatli do'stlarim, boringizga ming shukr. Oqibatli do'stlarim, qiyomatli do'stlarim, diyonatli do'stlarim, boringizga ming shukr. Oqibatli do'stlarim.